Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan har kuni bir marta, ikki marta roliklarda o'zimiz tovarlarimizni reklama qilib turibmiz. Xudoga shukr, mana sotilyapti. Yanada sotilishi uchun sizlarga kuniga bir ikkita roliklarni qo'yib bezovta qilib turamiz va sizlardan like podpiskangizdan ayamasligingizni so'rab qolamiz. Ilojingizda bo'lsa kommentariya yozib qo'ysangizlar juda ham yaxshi ish bo'lardi. Olsangizda olmasangizda, chunki bizning kanalimizni qo'ygan roliklarimizni 1000 ta, 2000 ta ko'rishyapti, faqat bepodpiska ko'rishyapti, obunasiz ko'rishyapti. Obuna bo'lib qo'ysangiz ham yaxshi bo'ladi degan bir-birimizni nima deydi, podдержка qilish kerak. Qo'llab-quvvatlab qo'ysak yaxshi bo'lardi degan umiddamiz. Aziz do'stlar, bugun yana futbolkamizni yana bir yangi rangini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu mana Miraj rangi deb qo'yar ekan. Mana shu Miraj rangi, buni materiali ham boshqacha, bunga ozgina nimadir qo'shilgan deyishadi. Juda ham chiroyli. Juda ham bir haligina materiali bir yoqimli, odam tanasiga yoqimli material hisob bo'ladi. Va yana bir mana bu ayollarimiz uchun qizil rangdagi futbolkalar ham chiqdi mana. Ko'ringlar, juda chiroyli. Bemalol bizga murojaat qilib olasizlar. Adresimiz va kontaktlarimiz shu videorolik ostida yozilgan. Bu mana bizning tayyor futbolkalarimiz, mana ko'ringlar. Savdoingizdan barakasini bersin do'stlar. Bemalol bizdan murojaat qilib olasizlar.